2025 yil 3 oktyabr kuni soat 19 Oh-ohda Sevimli TV kanalida Kechir Uzbek serialining 93 seriyasi namoyish etiladi. Hayot voqealariga asoslangan ushbu drama tomoshabinlarni o'z sirlari bilan jalb qilib kelmoqda. Ilyos yo'l Kamazi haydovchisi, Nasiba esa uy bekasi, 2 farzandning onasi. Ular bir paytlar muhabbat bilan turmush qurgan edilar. Ammo Ilyosning Hamidaga uylanish qarori Nasibaning og'ir fojiaga olib keladi. U o'z ro'molida o'zini osib qo'yadi. 3-kuni Nasibaning kundaligi topiladi. Unda uning har bir kuni, iztiroblari va muhabbati tasvirlangan. Serial inson taqdirining murakkabligini va muhabbatning sinovlarini mahorat bilan ko'rsatadi. Ilyosning kelajakdagi hayoti qanday bo'ladi? U qilgan ishidan pushaymon bo'ladimi? Hamida bilan baxtli bo'la oladimi? Har bir seriya o'ziga xos hissiyotlar to'fonini uyg'otadi. Aktyorlar o'yini va real lavhalar Kechirni faqat serial emas, balki hayot oynalaridan biriga aylantiradi. Ko'ring.